O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun munosabati bilan Buxoro shahridagi 14-umumta'lim maktabida tashkil etilgan "Siz qonunni bilasizmi?" nomli ochiq dars mashg'uloti ham yuqori saviyada o'tkazildi. Maktabning huquq fani o'qituvchisi Habiba Abdualiyeva tomonidan tashkillashtirilgan dars savol va javoblar tariqasida o'tkazilib, o'quvchilarning konstitutsiya va qonunlarga oid bilimlari turli shartlar asosida sinovdan o'tkazildi. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, hech shubhasiz xalqimiz siyosiy huquqiy tafakkuri hamda yuksak xohish irodasining ifodasi bo'lgan konstitutsiyamizda muhrlab qo'yilgan qoida va tamoyillar yangi O'zbekistonni barpo etishda barchamiz uchun beqiyos kuch, g'ayrat, ishonch va ilhom manbai bo'lib xizmat qilmoqda. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarda yoshlarning faol ishtirokini ta'minlash, yuksak ma'naviyatli, huquqiy savodxon, mustaqil fikrlaydigan yoshlarni tarbiyalash, insoniyatga yot illatlarga qarshi kurashish, immunitetni shakllantirish, bo'sh vaqtlarni mazmunli o'tkazish, shuningdek yoshlarning yangilangan konstitutsiya bo'yicha bilimlarini baholash va rag'batlantirish maqsadida tashkil etilgan mazkur ochiq dars jarayonida ham o'quvchi yoshlar bilimi oshirildi. Jarayonlarni kuzatib turgan fan o'qituvchilari o'quvchilarning faol ishtirokini yuqori baholashdi. Bu kabi ochiq dars, viktorina va tadbirlar yosh avlodning huquqiy bilimini yanada mustahkamlash, ularni konstitutsiya va boshqa qonun hujjatlariga hurmat ruhida tarbiyalash, sud, huquq, ijtimoiy-iqtisodiy tizimda amalga oshirilayotgan islohotlar mazmun mohiyati bilan yaqindan tanishtirishda muhim ahamiyatga ega.